Assalomu alaykum. Leo Garden olma bog'i. Leo Garden olma bog'ida Melokus shaftolisini razmerlari, shirinlik darajalari, qattiqlik darajalarini o'lchash amaliyoti bo'ladi mana. O'sha ishlardan sizlarga ham ilindik ko'rsatish natijasini, mana holatlarini. Mana xudo xolisa Melokus navimizning oldimizda 79 kalibr kattalikda turibdi. Buni mana hozir qattiqlik darajasini o'lchyapmiz. Mana ustki qismini ozgina kesib, penometr qattiqligini o'lchaydigan ikki xil millimetrdagi o'lchaydigan asbobi bor. Bu qattiq olmalarga, bu shaftoli yumshoq nokkaga ham bu yuradimi? Nokka ham bu yuradi. Mana qotirib oldik, nolga olib kelib oldik asbobimizni. Bu o'lchash darajasi nimaga kerak? O'lchash darajasi chet elga eksport qilishga, ichki bozorimizga holatini, shu pishish darajasini aniqlab olish uchun. Eksportga qattiq bo'lsa, eksport. Mana hozir 5,5 dan oshiq chiqdi qattiqlik darajasi. Mana eksportga shu 3,5 dan 5,5 gacha bo'lganini eksport qilsa bo'ladi. Endi mana shirinlik darajasini bir ikkisini o'lchaydigan, shirinlik darajasini o'lchaydigan. Mana sharbatini tomizamiz. Tomdi mana holati. Mana bu yoqda ekran qismida 13 mana. Hozir o'sha qora palasada shirinlik holati. Mana yorug' joyi o'sha shirinlik darajasi bo'lib 13 ta turibdi mana. Bu holatda o'zimizning ichki bozorimizga 2 qattiqlik bilan 3,5 qattiqlikgacha o'zimizning ichki bozorga uzib iste'molga chiqishsa bo'ladi. Bu holat mana hozir eksportga tayyor. Melokus navimiz mana eksportga bo'lsa, ertaga uzib eksportga yo'naltirish kerak buni. 29-iyun Leo Garden olma bog'i. Melokus shaftolisini muhokamasini ko'rdik.